Hozir biz sizlar bilan AutoCAD dasturiga litsenziya olishni o'rganamiz va Autodesk IDE orqali unga kirishni o'rganamiz. Hop, birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladi Hemis platformasidan olingan ikkita ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ya'ni o'qish joyidan ma'lumotnoma va talabalikka qabul qilinganligi haqidagi guvohnoma. Bu ikkita ma'lumotnomani Hemis platformasidan olishimiz mumkin va MyGov.uz saytidan talabalik guvohnomasini olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib ishni brauzerga kirishdan boshlaymiz. Birinchi Chrome'ga kirib olamiz. Mana xohlagan brauzerimizga kirib olishimiz mumkin. Keyin bu yerga Autodesk Student deb qidiruvga beramiz. Hop, va bu yerda chiqqan birinchi saytga kirishimiz mumkin. Mana hop, bu yerda Autodesk ning barcha programmalar mavjud. Ya'ni AutoCAD, 3D Max, Revit, Maya va shunga o'xshagan programmalar. Hop, biz bu yerga tizimga kirish qilib yangi akkaunt ochib olamiz. Hisob yaratish va bu yerga elektron pochta kirgizamiz. Xohlagan birorta elektron pochtamizni kirgizamiz. Hop, hozir bu yerga emailimizni kirgizamiz. Hop, next tugmasini bosamiz. Bizda oldin bu emailga akkaunt ochilganligi uchun sizda bor deyapti. Shuning uchun o'zimiz akkauntga kiramiz. Hop, emailimizga kod yuborishyapti. Keldi. Mana hozir kodni ko'ramiz. Autodesk 103 755. Bu yerga kodni kirgizamiz va next tugmasini bosamiz va continue davom etishni bosamiz. Hop, next. Mana tizimga kirib oldik, ya'ni akkaunt ochdik. Autodesk ID. Endi bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan programmani tanlaymiz. Bu yerda bizga AutoCAD kerak bo'ladi. AutoCAD Web, AutoCAD for Mac, AutoCADni o'zi bor. Bu yerda Apple foydalanuvchilar uchun va bu yerda Windows foydalanuvchilar uchun. Biz shu Windows foydalanuvchilari uchun tanlaymiz va bu yerdan bizga kerakli bo'lgani bu student bo'ladi. Ya'ni student litsenziya selectga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar to'ldirib chiqishimiz kerak. Hop, bu yerga studentni kirgizamiz va pastiga tug'ilgan sanamizni kirgizamiz. Birinchi tug'ilgan oyimizda kunimiz, keyin yilimizni kirgizamiz. Davom etish tugmasini bosamiz. Endi bu yerga o'qishimiz haqida ma'lumotlarni kirgizishimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston. Bu yerga o'qishimizni manzilni kirgizamiz. Toshkent shahar, yangi shahar. Va bu yerga Toshkent va pochta kodini kirgizamiz. Toshkent. Bu yerga universitet yoki high school. Biz universitetni kirgizamiz va universitet nomi Toshkent arxitektura mana instituti va pastga universitetimiz veb-saytini. Veb-saytini bu yerdan qidiramiz. Hozir post yozamiz. Arxitektura chiqdi. Bosamiz. Bunga kiramiz.
va tepadagi linkga kopировать qilamiz. Endi buni bu yoqqa kirgizamiz va pastiga taxminiy bitirish sanamizni yozamiz. 2027 yil davom etish tugmasini bosamiz. Xo'p, mana saqlanib qo'yamiz. Kirgizdik. Endi bu yerga Hemis platformasidan va o'sha mygo.saytdan olgan ma'lumotlarimizni joylashimiz kerak. Xo'p, endi ularni birinchi robot stolga olishimiz kerak. Yangi papka ochib, shu papkaga tashlab olamiz. Yo'qotib qo'ymasligimiz uchun. Bu yerga birin-ketin kirishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi bo'lib Hemisdan yuklagan ikkita ma'lumotnomamizni kirgizamiz va birinchisi, endi ikkinchisini kirgizamiz. Uchinchisi talabalik guvohnomamizni kirgizamiz mygo'dan olgan. Hop, mana ma'lumotlarni kirgizdik. Pastda ko'rsatadi va davom etish tugmasini bosamiz. Hop, mana barcha bo'limlar to'ldirildi. Endi submit tugmasini bosamiz. Va endi bizga mana arizamiz yuborildi. Rahmat. Bizga endi 48 soat ichida javob kelishi kerak. Hop, biz javob xatimiz keldi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Mana emailga kiramiz. Hop, emailga kirgandan keyin bizga yuqorida javob kelgan bo'lishi kerak. Mana pastlarda ochib ko'rganim uchun kiramiz. Mana education access deyapti. Ya'ni bizga AutoCAD dasturiga 2026 yil 10-oy 28-kungacha bizga litsenziya berildi. Ya'ni kirib ishlatish ruxsatini berishdi. Endi buni sizlar bilan hozir ochib ko'ramiz. Buning uchun mana bu silkaga kiramiz. Buni videoni tagiga joylab qo'yamiz. Mana shu oyna ochiladi. Keyin bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan AutoCADni bu yerdan yilini tanlaymiz. Mana 2023 yil, ya'ni kompyuterimizda ishlash osonroq bo'ladi. Razryad o'zi faqat 64 talik va bu yerdan tillarini tanlasak bo'ladi. Bizga ingliz tili kerak. Bu yerda o'rnatishni oldidagi strelkani pastga bosamizda, bu yerda yuklab olish tugmasini bosamiz. Ozroq kutamiz. Hop, mana yuklab olish boshlandi. Hop, buni o'rnatib ko'ramiz. AutoCAD dasturini o'rnatib oldik. Vaqt ketgani uchun videoni kesib tashladik, kutib qolmasliklaring uchun. Hop, endi mana hozir 2 marta bosib AutoCADga kiramiz. AutoCAD 2023 dasturini yuklab oldik. Hop, endi bu yerdan enter serial number bor, keyin use network litsenziya. Bizga bu ikkalasi ham kerak emas. Bizga tepadagi Autodesk ID kerak. Shu yuqoridagini bosamiz va bu yerga o'sha Autodeskga ro'yxatdan o'tgan emailimizni kirgizamiz. Hop. Hop, mana kirgizdik. Endi next tugmasini bosamiz va shu emailimizni parolni kirgizamiz. Kirgizganimizdan keyin Autodesk bizga kirish uchun parol yuboradi. Mana parol kelgan 157 947. Bu yerga kirgizamiz va enter kodni bosamiz.
Remit meni bosamiz, ya'ni keyingi safar kirishimda ham meni eslab qol degan ma'noda. Xo'p, endi mana bemalol AutoCAD dasturini ochib, ishlashimiz mumkin. Xo'p, mana Autodesk ID orqali AutoCAD dasturiga kirib bemalol ishlasak bo'ladi. Bu hech qanaqa crack versiya emas. Xo'p, endi bu bitta ochgan Autodesk ID'miz orqali Autodeskni boshqa programmalarga ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni 3D Max, Revit, Maya, shunga o'xshagan programmalarga ham ofitsialniysini mana shu ID'miz orqali kirib bemalol ishlatishimiz mumkin. Ya'ni crack versiyasini o'rnatmasdan shu ishonchliroq ID orqali kirib ishlatganimiz bizga ancha qulaylik tug'diradi.